Ramazan yazmaları. Birinci bab Ramazanға kirivatimiz. 4. bölüm Ramazan meşrep emas. Din insan üçündür. İbadetlərdəki payda Allahqa emas, insanların paydası üçündür. Çünki insanın dinə ihtiyacı var. İhtiyacımızı qandırğan Allah'tır. Allah insan münasibətində ibadet insandan Allah'a yetib bardığan bir xil idrakdır. Mana bu təqvanın dəl özüdür. Muhammed Əsəd və Fazılur Rəhmanğa oxşaş əsrimizdəki məşhur alimlarmı toğru dəb qarağan İzzət Su'nun təqva məsuliyyət iňi degan izohati nəhayət o'rinliq izohatdir. Bu bir mirajdır. Hər miraj bir ro'zining, ya'ni ulug'vor bo'lish va yuksalishning asridir. İbadətlər orqali insonning tushunchasi insonlik dunyosining ufqiga yuksaladi. Bu yuksalishni Allah hargizmo mukofotsiz qoldirmaydi. Ubudiyat bilan Allohga yuzlangan bandiga Allohmo rububiyati va rahmati bilan yuzlanib nuzul, ya'ni tushish bo'ladi. Ya'ni rahmatini tushirdi. Allah tarafidan amalga oshirilgan har nuzul Allohning qabul qilishidir. Uning rahmatining insoniyatga tushishi elchilarda vahiy shaklida namoyon bo'lmoqda. Barliq vahiylarning eng yuqori pallasi bo'lgan Qur'on vahiy. Dal mushundaq bir ilohiy rahmatning samarasidir. Nuzul kalimasi arabchada mehmon sharpiga silingan turlari mo'l dasturxon degan ma'noni bildirdi. Bu ma'nini esimizda obdan tutib olsak, vahiyning nazil bo'lishining nima ekanligini texmi yaxshi tushuna olamiz. Shundoq, vahiy ilohdan insonlarga tushirilgan bir maida, ya'ni ustida eng mo'l nazu ne'mat bo'lgan dasturxon, ya'ni samoviy dasturxondir. Bu dasturxon insonga insoniy tarbiyyani taraqqiy qildiradigan g'izolar sunadi. Bu ilohiy dasturxon insonning boshqa jonliqlar bilan o'rtaq bo'lgan hayvoni tarbini emas, insoniy tarbini oziqlantirdi. Vahiy hayot baxsh etguchi bir ilohiy loyiha. Vahiy xuddi tunji xitob qiling'uchisi bo'lgan suyumlik Rasulullohning tasavvurini, aqlini va kishiligini barpo qilganga o'xshash, inson bo'lishning eng to'van mas'uliyatini his qilib, tushanchisini yuqori ko'targan kishida mislsiz bir aql va kishilik barpo qiladi. Inson yer yuzidagi mavjud bo'lish g'oyasini faqat va faqat vahiy barpo qilgan ong tushanchi bilan amalga oshira oladi. Bu ongga ega bo'lish uchun inson oldi bilan o'zining mavjud bo'lish ma'nosi va maqsadi to'g'riliq samimiy bir shaklda o'ylanishi kerak. İnsanның maqsad g'oyasi bo'lishi mumkinmi? O'ttirchi umri inson umrining 1%ga to'g'ri kelmaydigan hasal harsiningmi? Hasal ishlab chiqarishdan iborat bir g'oyasi bo'ladi-yu. Butkul koinotdagi maxluqlarning ichida shoh asar bo'lgan insonning hech qanday g'oyasi bo'lmasmi? Özünü başqa canlıqlardan ayırıb durğan fitrat, aql, irada və başqa iqtidarları bilan insan avladi öz meyliga qo'yib etildiganligini, dünya bağçısida xalığancha o'ynaydiganligini, berilgan buncha ichki va
tashqi imkoniyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha buzib chechib vayron qilsa bo'ldiganligini o'ylayaptamdi. İnsanның yaratılış g'oyasi yer yuzida bor bo'lish maqsadiga loyiq bir hayot barpo qilishdir. Vahiy bu qurilishning ustisi bo'lgan insonning qo'llanmasi, ya'ni ishlatish ko'rsatmasi, xaritasi. İnsan o'zining mavjudlik g'oyasini to'g'ri va eng yuqori saviyada amalga oshirmoqchi bo'lsa, oldi bilan vahiyning tarbiyalash uchun o'zini vahiyga topshirish kerak. Undaq bo'lmasa-chu? Undaq bo'lmaganda dal bugungi kunimizdagidek inson yo'q bo'ladi. Uning o'rnini inson qiyofatiga kirib olgan pardozliq va niqobliq kishilar oladi. Siyosiy va iqtisodiy bihronlarning hammasini keltirib chiqargan odam krizisi texmi battar ig'irlashadi. Reallikning o'rnini yolg'on, haqiqatning yerini obraz, bebaho qimmat qarashning o'rnini baho, emgakning o'rnini simvol, adolatning o'rnini bexatarlik tashvishi, davlatning o'rnini diva, millatning o'rnini jonivorlashgan siyosatparastlar oladi. Elchilarning chaqirig'ini tirildirishdan boshqa bir chiqish yo'limiz yo'q. Barliq elchilarning chaqirig'i insonning yaratilish g'oyasini amalga oshirish chaqirig'i edi. Bu chaqiriqdan yuz o'rish. Aslida inson insoniyatga qiladigan eng cho'ng zulm va dunyoviy axloqsizlikdir. Bu chaqiriqning eng yuqori pallasi bo'lgan Qur'oni Karimning chaqiriqimi dal elchilarning chaqiriqi edi. Ramazon dal mushu chaqiriqning sohibi bo'lgan vahiyning tug'ilgan oyidir. Bu tug'ilgan mazgilning ro'za bilan tabriklanishi aslida vahiy chaqirig'ining ruhi bilan mukammal shaklda moslashishchanlikqa ega. Chunki ro'za insonning insoniy tarafini taraqqiy qildirish uchun uning hayvoniy tarafiga to'xta deyishdir. İnsanning ro'yini beyitib, ichki hissiyotlarni tizginlaganlikdir. Bu maqsadning amalga oshishi yer yuzida mavjud bo'lish maqsadiga uyg'un bir hayotni barpo qilish uchun yaratilgan insonning, ya'ni ustining tarbiyalanishi deganlikdir. Shunga Ramazon ham ro'za ibodati orqali nafs va ruh tarbiyasiga, ham vahiy orqali bir tasavvur va aql tarbiyasiga aylanish kerak. Mana bu shaklda g'oyasini amalga oshirgan bo'ladi. Ibodatlar inson Alloh munosabatida insonning Allohga avatgan bir maktubiga o'xshaydi. Ishchi bosh konvert adresga yetib bordi degan taqdirdimi, maktubni topshirib olg'ichi astoydillik bilan muomala qilgudak bir maktub bo'lmaydi. Mana shundaq ishchi bosh ibodatlar yuqorqidek ishchi bosh bir konvertga o'xshaydi. Bu hech bo'lmaganda bir samimiyatsizlik deb qaraladi va maqsadini hech qachon amalga oshira olmaydi. Ramazonni qiynada mikroblar bo'lgan, zavolliqqa yuz tutgan Osmanlı saltanatining oxirgi mezgilida teraklar orasidagi ko'ngil echish bilan uning kunimizdagi o'zgargan shakli bo'lgan naqsh kechiliklari bilan tabriklash Ramazonga qilgan bir xil yaxshilik emas, balki uning ro'yini o'ltirib jasadi ustida mashrab o'tkazgandek bir ishdir. Yuqoridagi tushuncha Ramazonni tulumdak samirib ketgan baylarning uruqlash iyi, yo'qsul va vijiklarning o'zini yaxshi kutish iyi deb
tushunib olishidinmi xatarlikdir. Nima uchun har doim Qur'onning barpo qilinishi deb yurganimiz endi tushunishlik bo'ldimi? Chunki bu masala men musulmon degan va ixlosida zarrachilik shak bo'lmagan kishilarning islomini vahining barpo qilmaganligidan kelib chiqmoqda. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi faoliyatni qilsangiz qiling, oldi bilan tasavvuringiz, aqlingiz va kishiligingizni vahining qo'liga topshirib, o'zingizga bir to'g'ri yo'l xaritasi sizdiring. Vahining qo'li bilan asos soldiring. Dinga, dunyoga, insonga, narsalarga Allah nazar sol degan yerdan qarishingiz faqat va faqat buning bilan munosabatlik. Musulmonligingizning Allah huzurida diqqatga shoyan bo'lishimi dal buningga bog'liq. Uningdan keyin xohlasangiz siyosatchi bo'ling, xohlasangiz iqtisodchi, xohlasangiz san'atchi bo'ling, xohlasangiz futbolchi va yoki xohlasangiz hokim yoki prezident bo'ling.